Sen ham noto'g'ri raqamsan. Jagguning ota-onasini aldab, uni Sarafrozdan judo qilding. Noto'g'ri raqam bu nima degani? Sarafroz aldab ketadi deb barcha musulmonlarga tuhmat qilding. Yolg'onchisan. Albatta, men haqman-da. U qizni aldab ketdi-ku. Bir daqiqa. Bu yerda hech qanday yolg'on yo'q. Nimalar deyapsiz? Men Eshitinglar. Bir daqiqa shoshmay turinglar. Demak, sen meni Sarfaroz haqidagi bashoratimni yolg'on demoqchisan. Shundaymi? Ha? Sen yolg'onchisan. Unda isbotla. Meni bashoratim noto'g'ri ekanligini isbotlab ber. Agar isbotlab bera olmasang, oyoqlarimga bosh qo'yib kechirim so'raysan. Hammani oldida menga tuhmat qilganingni tan olasan. Agar isbotlab bersam-chi? O'g'lim, unda bu seniki bo'ladi. Yaxshi, men roziman. Jagat Janani, barcha bergan savollarimizga haqqoniy javob berasiz deb umid qilaman. Belgiyada pokistonlik yigitni yoqtirib qolgan edingiz. Bu rostmi? ha, shunday bo'lgan. Juma kuni soat 2:40 ta bu yigit sizni aldab tashlab ketishini bashorat qildim. Ertasi kuni siz nikoh idorasiga bordingiz, lekin yigit kelmadi. Rostmi yoki yolg'on? Shuni ayting. Ha, u kelmadi. Savol berishni bas qiling. Javoblarni eshitdingiz. Oyoqlarimga bosh qo'ygani o'zingiz kelasizmi yoki yoningizga boraymi? Sarafroz aldagani yo'q. Peki, iltimos bas qilinglar. Yo'q. O'sha kuni nima bo'lganini hammaga to'liq gapirib ber. Peki, qiynama meni. Faqat bir marta men uchun. Iltimos. Men nikoh idorasida o'tirganimda bitta xat keldi. Buni Sarafroz olib keldimi? Yo'q. Qandaydir boladan berib yuboribdi. Xatda ismi yozilganmidi? Yo'q. Unda bu xat Sarafrozdan ekanligini qayoqdan bila qolding? U boshqa qizga atalgan bo'lishi mumkinligini o'ylamadingmi? Bu yerda boshqa qizlar ham bormidi? Bitta qiz bor edi. Mushuk ko'targan qiz, esingdami? O'sha qiz mushugini senga berib, ushlab turishingni so'ragandi. Xatni olib kelgan bola seni tanirmidi? Yo'q. Senchi? Uni tanirmiding? Yo'q. Unda o'sha bola xatni aynan senga berishi kerakligini qayerdan bildi? U qo'lida mushuk ushlagan qizga xatni berish haqida topshiriq olgan. U xatni senga berdi. Sen uni o'qib ketib qolding. Sarafrozga bir marta ham qo'ng'iroq qilmading. Unga qo'ng'iroq qildingmi? Qilolmaganingga Tapasvijining noto'g'ri raqami sabab bo'ldi. U musulmonlar yolg'onchi bo'ladi deb tuhmat qildi. Sarafroz seni aldamadi, Jaggu. U Pokiston elchixonasida yarim maoshga ishlardi. Meto Belgiyadagi Pokiston elchixonasiga qo'ng'iroq qildi. Xo'p, sir. Baland ovozga qo'yib studiyaga eshittir. Assalomu alaykum, Pokiston elchixonasi. Alo. Sizlarda Lahordan kelgan talaba ishlaganmi? Ismi Sarfaroz Yusuf. Sizning ismingiz Jaggumi? Ha, men. Qayerdan bildingiz? Qo'ng'iroq bo'ldi, muhtarama xonim. Sarfaroz Yusuf har kuni ertalab soat 9 da Lahordan qo'ng'iroq qiladi. U har safar bitta savol bilan murojaat qiladi. Menga Hindistondan Jaggu ismli qiz qo'ng'iroq qilmadimi deb so'raydi. Biz unga har gal yo'q deb javob qaytarardik. U xo'rsinib qo'yardi. Go'shakni qo'ymay turing. Hozir sizni ulayman. Alo. Alo. Sarfaroz. Jaggu. Alo. Alo, Jaggu. Meni eshityapsanmi? Nikoh idorasiga kelganmiding? Ha, kelgandim. Lekin sen ketib bo'lgan ekansan. Nega qo'ng'iroq qilmading? Jur'atim yetmadi. Maktubingni o'qidim. Qo'ng'iroq qilmasligimni yozgan ekansan.